Hatto ba'zi kitoblarda aytadi, soch qo'yishlik afzal deydi. Sochni olgan yaxshimi yoki qo'yib yurgan yaxshimi desa, agar haqqini ado eta olsa, vaqtida yuvib, tarab, chiroyli ko'rgan odam bu bolani qara chiroyliligini, shu bolani qani endi kuyov qilsam deydigan darajada chiroyli olib yursalar, sochlaringizni qo'yinglar soch. Payg'ambar alayhissalomda ham sochlari bo'lgan. Hatto aytiladi, Payg'ambar alayhissalom e'tikof o'tirganlarida boshlarini chiqaradilar, Oysha onamiz yuvib qo'yardi boshlarini deydi. Shunda sochlari shunaqa uzunligidan yuzlarini tamomila to'sardi deydi. Sunnatda keladi, demak o'sha yorma ochganliklari keladi. Hadisda tamoman yetkazib qo'ysak, qazodan Rasululloh qaytadiganlar, qazo nima deganlarida aytiladiki, qazo bu sochni qaysidir joyini qoldirib, qaysidir joyini olish deydi. Otini nima deydi? Qazo deydi. Ko'pchiliklaringizda ko'ryapman, shunaqa soch qo'yib olgansizlar. Endi mayli, bilmagan bo'lsalaring kerak, chiroyli gumon qilamiz. Endi bundan bunaqa soch qo'ymanglar. Futbol istida hadisda qazo deb keladi. Bunaqa soch qo'yishlik mumkin emas.